Limon bilan tayyorlanadigan smuzini sizlarga ko'rsatib o'taman. Ko'p joylardan siz noto'g'ri informatsiyalar olasiz. Bu detoksni ichsangiz 10 kilo vazn tashlaysiz, bu smuzini ichsangiz 20 kilo vazn tashlaysiz bir hafta ichida yoki 2 hafta. Aslida bunaqa ma'lumotlar noto'g'ri. Bu qanaqa ichilishi kerakligini siz bilishingiz kerak. Chunki ovqatlanib turib, bundan keyin smuzilar, detokslar ichsangiz effekt hech qachon bermaydi tanangizga. Qachonki siz ozishni xohlasangiz, kechki ovqatlaringiz o'rnida tolalarga, kletchatkalarga, vitaminlarga boy bo'lgan smuzilarni iste'mol qilsangiz, qayta aytaman, kechki ovqat o'rnida iste'mol qilsangizgina juda ham chiroyli effekt olasiz. Endi sizlarga kechki ovqat o'rnida iste'mol qilinsa juda ham zo'r vazn tashlashingizga yordam beradigan smuzini ko'rsatib o'taman. Buning uchun bizga kerakli bo'ladigan mahsulotlarimiz apelsin, limon, seldri. Ta'bga qarab, sho'rni xohlamaydigan insonlar uchun ozroqgina asal qo'shishingiz mumkin. Bularni po'stlog'ini archib blenderga solamiz. Ozishni xohlasangiz, siz ham shunday kechki ovqatlar o'rnida smuzilarni tayyorlab ichsangiz bo'ladi. Lekin kun davomida oqsilli ratsion hamda vitamin, mineral, yog'lar va uglevodlar o'zini o'rnida bo'lishi kerak.